5 oldim. Ikkita xolosmi? Gulzora kelingni qizim Munisa 4 ta 5 olyapti ekan. Kuniga qizim, yaxshiroq o'qiysanmi? Bolani kim bilandir taqqoslab, unga yaxshiroq o'qish uchun turtki beraman desangiz, adashasiz. Aksincha, undagi bor ishtiyoqni ham so'ndirib qo'yishingiz mumkin. Motivatsiya berish uchun bolaning minuslariga emas, kuchli jihatlariga urg'u bering. Agar bolani dugonasi bilan solishtirsangiz, u dugonasining maqsadi tomon intilaveradi. Deylik, shu voqeamiz qahramoni Samira ingliz tilida kuchli, uning dugonasi esa Munisa matematikada. Dugonasi kabi maqtovga sazovor bo'lish uchun Samira o'zi sevgan fanni unutib, unga umuman qiziq bo'lmagan matematikaga intilaveradi. Kelajakda bunday bolalar unga nima qiziqligini, qaysi universitetga topshirishni, qaysi sohada ishlashni bilmay qoladi. Taqqoslashning o'rniga biz farzandimizga nima qiziqligini aniqlashga yordam berib, uning kuchli jihatlarini aniqlab, ularni rivojlantirishga ko'maklashishimiz lozim. Qolaversa, taqqoslash bilan biz bolaga hasad qilishni o'rgatamiz.